Otabek, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. 1 minut. Hurmatli kanalimiz obunachilar, assalomu alaykum. Milliy terma jamoamizning sardori, Qashqadaryomizning O'zbekistonning faxri Otabek Shukurov Qashqadaryo viloyat futbol akademiyasiga tashrif buyurdi. Bizdan kuzatishda davom etdi. Shavkat aka. Otabek. Rahmat, o'zingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ishlar zo'r. Mana bu savol shundanki, Kongo blogiga birini yutib turgan joylaringizga nima sababdan shu 3 ta gol o'tkazayotganlar? Shuni so'rab bilmoqchi edim. Futbolda birinchi o'rinda psixologiya. Biz psixologiyski, agar biz yutganimizda biz guruhdan chiqa olmasligimiz aniq edi. Ularda motivatsiyani ko'prog'i o'sha ular bizni yutsa, to'rachka bilan guruhdan chiqardi. O'sha narsa yetishmadi. Birinchi qismi, ikkinchi qismi o'sha bizni jismoniy holat. O'zimiz tan olib aytishimiz kerak. Mana o'zimiz jismoniy holatimiz o'sha o'yin oxirida bizga pand berdi. Ham biz o'sha Portugaliya birinchi o'yin, ikkinchi o'yinlarda yutqazgan bo'lsak ham juda katta kuchni yo'qotib qo'ydik. Uchinchi o'yinda o'sha ikkinchi taymdan keyin o'sha narsalar sezildi. O'sha ko'proq sabab bo'ldi. Agar bizga 3 ochko jahon chempionati guruhdan chiqishimizga yetganda edi, boshqacharoq ruhda davom etardi. Nuraliga ketgan 41-oz maktab bo'lib ketgan. O'sha futbol maktab internati bo'lardi oldin. Bunday viloyat akademiyalari bo'lmagan, Nasab akademiyasi bo'lmagan, o'sha paytda Mashal akademiyalari ham bo'lmagan. O'shanda har viloyatda bittagina futbol maktab internati bo'lardi. O'sha agar kim bilsa, Qarshida o'sha 41-maktabni o'rnida futbol maktab internati bo'lsa, o'smirlar terma jamoasiga 16 yoshlilarga tushganmiz. Sizlar ham o'zlarining terma jamoalariga tushish kerak. O'shani odam o'ziga ich-ichiga zadacha qo'yib olish kerak. O'sha terma jamoada o'smirlarda o'ynayman. Biz sen bilan Ortingda turar 38 million hanov